Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, internetda soch va soqol o'stiradigan dorilar juda ham ko'payib ketdi. Birinchi savol: bu dori vositalari rostdan foyda beradimi? Albatta, effekt beradi, qachonki haqiqiy originallardan foydalansangiz. Keyingi savol: original dorilarni qayerdan olsa bo'ladi? Haqiqiy 100% sifatli mahsulotlarni Sof savdo internet magazinidan topasiz. Do'stlarimiz bu sohada ko'p yillik ish tajribasiga ega. Eng asosiysi, Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Vodiy TV obunachilariga 10% skidkalar ham mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Assalomu alaykum MMA sportining ashaddiy super muxlislari. Bugun Habib Nurmagomedov haqida juda ham qiziqarli va g'aroyib yangilikni sizlarga yetkazamiz. O'ylashim bo'yicha bu yangilik sizlarga yoqadi. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, 1 daqiqa ichida $50 gacha pul ishlaydigan dastur haqida eshitganmisiz? Aviator Telegram kanalida hozirda eng mashhur hisoblangan dasturdan to'g'ri aql bilan foydalanish strategiyalari haqida ular o'z obunachilariga o'rgatishadi. Telegram kanal silkasini rolikning kommentariyasida yozib qoldirdim. Men o'zim bu dasturni sinab ko'rdim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, natijadan ko'nglim to'ldi. Kommentariyadagi silka orqali o'tib dasturni sinab ko'ring va bugundan daromad ishlab topishni boshlang. UFC yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedovning shaxsiy hayoti ommaviy axborot vositalaridan mutlaqo sir saqlanadi. Uning shaxsiy hayoti, oilasi haqidagi ma'lumotlarni Habibning oila a'zolari va qarindoshlaridan boshqa hech kim bilmaydi. Shaxsiy hayotini ommaga oshkor qilmaslikka Habibning o'zi bundan bir necha yillar oldin bunga qaror qilgan. Internet va ommaviy axborot vositalarida kezib yuradigan Habib Nurmagomedovning shaxsiy hayoti, uning oilasi, farzandi va turmush o'rtog'i haqidagi ma'lumotlar qachonlardir Habib va uning otasi jurnalistlarga bergan intervyularning ichidan kesib olingan. Bir tarafdan Habibni qilayotgan ishi juda ham to'g'ri. Ommaga oilasi va shaxsiy hayotini ko'rsatish unchalik ham yaxshi ish emas. Agar sizlar ham gapimga qo'shiladigan bo'lsangiz, rolikka like bosib, rolikni tomosha qilishni davom ettirishingiz mumkin. Endi shunday savol berishingiz mumkin. Nega rolikning nomi bunday nomlangan va nega rolik ustidagi rasmda Habibning ikkinchi xotini degan sarlavha qo'ydim? Bu hech qanday yolg'on emas. Buning isbotini rolik davomida tushunib, anglab olasiz. Qani bo'lmasam rolikni tomosha qilishda davom etamiz. Amerika va G'arb mamlakatlarida yashovchi UFC fanatlari Habib Nurmagomedovning turmush o'rtog'i deb rossiyalik xonanda va teleboshlovchi Olga Buzovani bilishadi. Mana 2 yildan beri Buyuk Britaniyaning katta obro'ga ega The Sun nashriyoti Habib Nurmagomedov haqida sensatsion maqolalar yozib kelmoqda. The Sun nashriyotining shu yaqin o'rtada chiqqan maqolasida Habib Nurmagomedovning turmush o'rtog'i topildi, uning rasmi ommaga taqdim etildi degan sarlavhalarda nashrlar chop etildi. Nashrda yozilishicha, UFC yengil vaznning mutlaq chempioni Habib Nurmagomedovning turmush o'rtog'i o'sha siz bilgan rossiyalik teleboshlovchi Olga Buzova ekan. Bu maqolaning chiqishiga Olga Buzova o'z Instagram sahifasida joylagan mana shu surat sababchi bo'lgan. Shundan so'ng dunyoning eng obro'li ommaviy axborot vositalari bu xabarlarni ilib olishib, har xil ishonarli va ishonib bo'lmas maqolalar chiqarishni boshlashdi. Lekin sobiq ittifoq davlatlarining muxlislari aniq bilishadiki, Habib Nurmagomedovning turmush o'rtog'i aniq Olga Buzova emas. Keling o'sha The Sun nashrining o'sha sensatsion maqolasiga qaytsak. Unda yozilishicha, Habib Nurmagomedov va teleboshlovchi xonanda Olga Buzova 2013-yildan beri nikohda ekanlar. Bu yangilik shunchalik tez va shiddat bilan tarqalib ketdiki, hatto Habib Nurmagomedovning yurtidagi, ya'ni Rossiyadagi jurnalistlar ham bunga ishonishni boshladilar. Eng qizig'i oldinda. Xo'p, kunlardan birida Habib Nurmagomedov ishtirok etgan press konferensiya paytida jurnalistlar, ya'ni rossiyalik jurnalistlar Habib Nurmagomedovga Olga Buzova uning turmush o'rtog'imi degan savolni berishdi. Habib Nurmagomedov barchamizga ma'lumki, ko'plab musulmon yurt vakillari orasida ko'p xotinlikka ruxsat berilgan. Senga shunday savol: rossiyalik xonanda va teleboshlovchi Olga Buzova bilan orangizda qanday munosabatlar bor? Ommaviy axborot vositalarida u sening ikkinchi xotining deb ta'kidlashmoqda. Bu qanchalik rost? Rossiyalik bu jurnalistning savoliga Habib Nurmagomedov quyidagicha javob bergan. Я к этому плохо отношусь, потому что это неправда, конечно, она не может быть правдой. И все, Men bunga yomon munosabatdaman. Va albatta bularning hammasi yolg'on. U qanday qilib meni xotinim bo'lishi mumkin? O'ylashimcha, shuning o'zi yetarli. Aslida do'stlar, Habib Nurmagomedov va Olga Buzova o'rtasida hech qanday narsa yo'q. Shunchaki ular Rossiya shou biznesida qachonlardir duch kelishgan bo'lishi mumkin. Va shunda Olga Buzova Habib Nurmagomedovning fanati bo'lgani uchun ular birga suratga tushishgan.
ularni bir narsa bog'lab turgan bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, Rossiya territoriyasi ichida eng ko'p Instagramdagi obunachilari bo'yicha ular doim musobaqalashadi. Oldinlari Rossiyadagi eng ko'p obunachisiga ega Instagram foydalanuvchisi bu Olga Buzova edi. Albatta bu tushunarli holat. Olga Buzova xonanda bo'lgani uchun uning Instagramdagi obunachilari juda ham ko'p. Hozirda rossiyalik xonanda qiz Olga Buzovaning Instagram sahifasida 22 million 300 ming obunachisi bor. Lekin Habib Getjiga qarshi o'tkazgan jangidan so'ng u rossiyaliklar ichida eng ko'p obunachiga ega mashhur Instagram foydalanuvchisiga aylandi. Uning hozirgi kundagi Instagramdagi obunachilari soni, bu yoq esa sizlarga savol, kommentariyada Habib Nurmagomedovning Instagramda qancha obunachisi borligini yozib qoldiring. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, dunyoning eng mashhur UFC jangchisi Habib Nurmagomedovning shaxsiy hayoti haqida haligacha hech qanday ma'lumot yo'q. Bor bo'lsa ham ular bir nechta rasmlar va internetdagi bir nechta maqolalardan tashkil topgan. Habib oshkor qilgan ma'lumotlar shulardan iboratki, u uylangan, uning turmush o'rtog'ining ismi Patimat va ular ikki farzandning ota-onalari hisoblanishadi. Ularning biri qiz, ikkinchisi esa o'g'il. Habib o'g'liga Muhammad deb ism qo'ygan. Habibning so'zlariga ko'ra, u o'z shaxsiy hayoti, oilasi va turmush o'rtog'i haqida ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardan sir saqlab qolar ekan. Habib bu haqida shunday deydi: "To'g'risini aytsam, men boshqa sportchilarga o'xshab Instagramda va boshqa saytlarda o'z oilamni suratlarini joylagim kelmaydi. Chunki bu mening shaxsiy hayotim. Men sportdagi holatlarni ko'rsatishim mumkin, ammo shaxsiy hayotim va oilamni suratini emas. Men o'z oilam, farzandlarimni himoya qilmoqchiman. Ularni omma ko'ziga ko'rsatmoqchi emas." Beruvchi Vodiy TV kanalida ko'rganda ko'rishguncha. Hozirda siz qo'lingizda yerdagi eng qimmatli manba vaqt ekanligini va u muqarrar ravishda tugashini anglamaysiz. Negadir biz hayotimizning har yili, daqiqasi, soati bizning hukmimizda ekanligini unutamiz. Hamma o'ylaydi, vaqt hali bor. Keyin tushunadiki, o'sha paytdagi imkoniyatlarni qo'ldan boy berganini, o'sha paytda qila oladigan barcha narsani eslaydi. Keyin esa imkoniyat eshigining qichqirig'ini orqasidan eshitadi. Shunday qilib, yaxshi xabar shundaki, siz hali ham buni oldini olish imkoniyatiga egasiz. Butun umrim davomida eshitganim, sizga shunchaki omad kulib boqdi. Bularning barchasi bekorchi gaplar. Hamma narsa o'zingizga bo'lgan odatiy ishonch bilan boshlanadi. Men kundan kun ertalab soat 5:00 da turar edim va fe'l-atvorimni jilovlar edim. Meni hech kim ko'rmas edi, lekin men baribir har kun ertalab turib mashq qilar edim. Shunday qilib o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytirdim. Va bir kun barcha tayyorgarliklarim atomlar kabi hayotimdagi eng asosiy imkoniyatlarim bilan duch kelishiga ishonar edim. Siz taqdiringizni har doim faqat o'zingiz boshqarasiz. Boshqa hech kim, faqat siz. Men sizdan so'rayman, iltimos, maqsadingiz uchun biror bir ish qilishni boshlang. Qiyinchiliklardan qochmang, janglarda qatnashing. Knockdown holatiga tushing, faqat shundagina haqiqiy jang qilishni o'rganasiz. Shu tarzda siz har vaziyatda oyoqda tik turishingiz mumkin. Bir yengilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquv. U sizni qamrab oladi va sizning barcha imkoniyatlaringizni o'g'irlaydi. Parazit kabi o'zingizga bo'lgan ishonch orqali oziqlanadi.
va bu qo'rquv hissini sezganingizda siz uni o'sha ondayoq o'ldirishingiz mumkin. Ammo siz buni qilmaysiz, aksincha qochasiz. Sizni orqaga tortadigan bu qo'rquvning ma'nosi nima? Nega endi o'rningizdan turib hayotingizni boshqara olmaysiz? O'zingizga savol bering. Bu narsa sizni qachongacha orqaga tortadi? Siz hozir ekran ortida o'tirib, o'zingiz birinchi qadamni qo'yishingiz kerakligini tushunib turibsiz. Bilaman, birinchi qadam eng qiyin, ammo buni bajarish kerak. Oxir oqibat o'zingizda kuch topib, maqsadingiz sari